Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bu videomiz haydovchi akalarimiz uchun. Uyush tumani Jiddikapa qishlog'ida ajoyib yangilik bo'libdi. Shunaqa chiroyli texnik ko'rik ochilibdi. Bu yerda Tiko avtomashinasidan tortib Fura'gacha texnik ko'rikdan o'tishingiz mumkin. Pastda nomer qoldiramiz batafsil ma'lumot uchun. Orientirimiz Andijon Namangan yo'lida Jiddikapada 2 kilometr kelganingizda bunaqa manfaatli videolarni o'tkazib olmaslik uchun bizning uychi va eng qulay yo'l bo'lib bering qadrli obunachilar. Bosamiz. Aka texnik ko'rikdan o'tib chiqdim. Hammasi joyidan. Hammasi joyida ekan. 50S 354 GB Matiz chopirasiz. Mana tex pasportingiz. Mana jadid dokumenti 1 yillik. Mana texnik ko'rigingiz. Mana sug'urtangiz. Aslida 3 ta birda ekan-da. Ikkitasi bittada, xudo xolasa hamma dokumentingiz bo'ldi. Xudo xolasa 1 yildan keyin yana qaytib ko'rishamiz. Yaxshi. Xo'p, rahmat, sog' bo'linglar. Hurmatli obunachilar, shunaqa texnik ko'rikdan o'tkazmoqchi bo'lsangiz, bemalol kelaverasizlar, tavsiya qilamiz.